Yerler mi razı oldu? Cennet mi? Şu adamga nisip bo'lganligidan cennet mi razı oldu? Yani cennetinden karımız yok. Biz yaratып bergendikin yiyseklen boldu da madaniyatlik yeginimizni yeb taşıtmanda bo'lmaydi. Allah mı razı? Biz mi razı? Cennet mi razı? Aşında halat bu. Ve de razımenlikten başka narsa bo'lmaydigan bir maishatning ustida bo'ladi. Mesela hadislerde çıkıdı. Allah rızası için memleketning chegaralarini qo'g'digan mujahidlarni cennetning hörillaridan shunda saqlab ko'zitishib ketganligidan zikr qilinadi. Cennetning hörillari shunda saqlab qachon kelganini aşıqlab şu ko'rib bakmagan insonga qachon keladiganida ashadam deb ashunda arzulab ketadi. Agar shu dunyoda bir gunoh qilib qolsaqchi, haromga qarab xato bir ish qilib qolsaqchi, bizga aşık bo'lgan shu hörlar talaq bo'lib ketadi. Nima bo'ladi? Talaq. Bizga hör berilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, jannatda mush dunyoda qilgan gunohlarimizning tufaylidan hörlar talaq bo'lib berilmaydigan holatga keladi. Bizga lanet qilgan holatga keladi. Jannatning ne'matlari, jannatda berilgan narsalarning hammasi ham Allohdan rozi, ham jannat chegardan rozi, jannat chegardan Allohdan rozi, Allohning o'qishidan rozi. Shunda rozimanlik bilan birsi-birsini qursin albatta ashunday yashaydi. Ammo mezon yengil kelib qolganlicha va amma min khaffat mawazinu. Mezonlar yengil kelib qolganlar, ya'ni Alloh tushirib bergan mezonga to'g'ri kelmagan. O'lcham degan gap ku. Masalan, ishlab baqqanlarni bilasizlar, zavod karxanada ishlab baqqanlarni bilasizlar. Biz zavod bir narsa ishlab chiqargan bo'lsa, u o'lcham bo'ldimi, tekkizib baqqadigan. O'lchamlik bo'ldimi, bo'lmadimi deydi. O'lchamlik bo'lsa, o'lchamlik tarafga tashlaydigan, o'lchamlik bo'lmasa, boshqada ishlab chiqarishga uchun boshqa yerga tashlaydigan ish. Shunga o'xshagan, agar mezon yengil kelib qolganlar, ishlab chiqargan ishlari Allah'ın ölçümüge toşmaya qilib qolganlar. Nega ketadi? Ölçümüge toşmagan ekan, hammasi axlat ketadi. Hammasi axlatga tashlanadi. Axlatga tashlanavergandan axlat tashlanavergandan o torozga tushadigan bijim bo'lmagandan qanday bo'ladi? Yengil kelib qoladi. Bu qanday bo'ladi? Fa ummuhu haviya. Uning onasi haviya bo'ladi. Ona degan qanday narsa? Boshqa kun kelgan vaqtda beshimizni silaydigan, qo'rqqan vaqtimizda ana deb baqiradigan. Cho'ng vaqtidami odam siz binasida işte qo'rqib ketgan, hozirmi ana deb qo'rqib ketgan vaqtimizda ana deb ketadigan. Dada demaymiz endi, ana deydi. Bir narsaning hasratini chekkan vaqtimizda, mush chet elda hasratlangan vaqtimizda, xo'rlangan vaqtimizda ana vatan deymiz, vatanni eslaymiz, vatanimiz bo'lgan bo'lsa deymiz, anani shuga ishlatamiz. Vadiki uning onasi haviya bo'ladi deydi. Nima uchun uning onasi bo'ladi? Chunki u mushu dunyoda qilgan qiliqlarini o'zining onasiga muomala qilgandek muomala qilgan. Xato ishlari bor-ku, xato ishni xuddi onasini qo'g'dagandek qo'g'dagan. Xato ish uchun, xato taraf uchun, xato sep uchun anası taraftar olgandek taraftar olgan. O'zining sepini tillansa, xato sepi tillansa, xato qilgan ishi azorlangan chog'da, tanqid qilingan chog'da, anasini qo'g'daganda qo'g'dagan, tanqid qilgan odamga anasini qo'g'daganda tanqidchiga qarshi chiqqan tanlagan. Inson bo'lgankin har qanday narsa anasiga sahib chiqadi, anasiga ega chiqadi, ega bo'ladi. U inson mushu dunyoda qilgan xato ishlarning hammasiga anasiga ega bo'lgandek ega bo'lgan. Mushu dunyoda Allohni inkor qilganlikni ana degan, mening onam mushu degan. Allah'ın kitabını inkar kılganına anam depti mağar. Dinsizlikna anam degan, xoinlikni anam degan, musulmonlarni azarlashni anam degan, xato taraf turib, xato sepni aniqlab olg'achqa, oxiratda uning onasi haviya bo'ladi. Haviya nimanda? Haviya kelime itibari bilan havoyi havas deymiz-ku. Havodan chiqadi. Havo degan havoyi havas deymiz. Havas, havo o'xshash ma'nolarni bildiradi. Allohning o'lchamlarini, ya'ni mavazin, Allohning o'lchamlarini o'lcham qilmay, o'zining havoyi havasini o'lcham qilib olganligi uchun oxiratda uning onasi ya'ni haviya. Qur'onda shunday deydi, o yana bir yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Afarayta man ittakhada ilahahu hawa. Muhammad alayhisalom o'zining havoyi havasini ilahga aylantirib olgan ani ko'rdingmi? Inson degan mashina bo'lamdi. Insonlarning ichida shunday odamlar bo'ladi. Sen hammani menga o'xshash bo'lamdiki deb qolma. Insonlarning ichida o'zining havoyi havasini ilahlaştırıp olgan insanlar bo'ladi. O'zining arzusi ekanmisa, deb cho'raytiveradigan. Allohning so'zi olsin, payg'ambarning so'zi olsin, cho'raytiveradigan ashuna odamlar bo'ladi. Havoyi havasini ilahlaştırıp qolganda qanday bo'ldi de? Havoyi havasining keyniga yugurdi. O'zining arzusining keyniga yugurib, o'zining havoyi havasining keyniga yugurib, Alloh rizosini tark etdi, millat manfaatini tark etdi, vatan manfaatini tark etdi. Butun derdi o'zining arzu havasini qandirish, o'zining armoniga. O armoni nima? Ya o'ziningki badaniy bir havas bo'ladi. Jismoniy
bir hevesi. Ya ki dünyalıktan manç pul tapsan, onu kılsam, bunu kılsam, falan yerden öyarsam banda, bu vicdansan bolsa, bu vicdansan bolsa, İslam maşinan bolsa da bunlar bir hevesler olur. Aşı maksat yetiş için bütün ömrünü aşı pes heves için xeylaydi. Xuddi Müslümanlar ilahi bo'lgan Allah'a ibadet qilgandek, Müslümanlar Allah'a ibadet qilib ömrünü ötküzgandek, umum özünün arzu hevesiga qululab, aşını qululab ömrünü ötküzüydü. Bu heves qulu bo'lg'achqa, hava qulu bo'lg'achqa, buning oxiratlik anasi haviya bo'ladi. Haviya degan havoyi heveschi, insonning qadr qimmatini tuvallatadigan, qadrsizlashtiradigan, xarlaydigan narsa deydi. Bu haviyaga chiqgan vaqt shunda bir xarlandiki, dunyoda qilgan ishlarining hammasini ko'ziga do'qizitib turib, ma'ni qilganmidan ko'ramaning natijasi. Ma'ni qilganmidan ma'ning natijasi. Managa manchilik qimmat yuribdim, ilahlaştıribdim, ko'ramaning jazosi ma'lum. Hammani birdan ko'zga kelib turib, bergan qadr qimmatdan mushitdi, bu manada qadrsiz chiqdi, qimmatsiz chiqdi deb xarlaydigan. Ana shu bo'ldi. Ma dunyoda ballarimiz sa'dulab qolsin, meyb bo'lsin, ko'ngil o'stirish uchun voy chiroyli balam, voy tatliq balam, qapolmagan balam, ko'nglini yerim qilmagan balam deb ballarimizning beshini silaymiz-ku. Ma oxiratda haviya bo'lgan, anasi haviya bo'lib qolganlar ma dunyoning anasi o'xshamaydi. Shunda azarlagan şekilde, ko'ngli sunduğan şekilde, qalbiga azar bergan şekilde ashuna muomala qildi bu haviya. Va ma adraki ma hiya. Allah yana bu jumlani yana qo'llanadi. Bu haviyaning o kadar yaman bir narsa bu ekanligini Allah ifoda qilish uchun sen o haviyaning nima ekanligini sen nim bildi. Sen bilinmaysan bu dunyoda. Bu dunyoda qanday tasavvur qil, qanday yaman tasavvur qil, qanday echinishlik oqibatini tasavvur qil, kallangga keltir. O haviyaninki yamanligini sen tasavvur qilolmaysan. Tasvirlash emas, tasavvur qilolmaysan deydi. Ashunday yaman yoki uni hergiz bilamaysan, uning mohiyatini bilamaysan. U nima deyapsan? Narun hamiya, nar qiziq o't. Nar o't, hamiya qizig'uvchi o't deb tarjima qildi. Ma hamiyaning teginimi falanni pustani himoya qildi deymiz-ku. Himoyasiga oldi deymiz. Arabcha kelib shu himoya mushundan chiqdi. Hamiyat, inna fatahnada hamiyatal jahiliyat deydi-ku. Jahiliyat urf-odatlari, jahiliyat tarafbozligi. Taraf tutishning o'lchimi bor edi-ku. Tavalla tabarra do'st bo'lish mezoni, dushman bo'lish mezoni. Farz edi-ku. Ash mezonga amal qilmay, agar hamiyaning keniga kirgan bo'lsa, hamiya degan islomiy bo'lmagan tarafbozlik. Yoki bu meningki o'zimning millati ekan deb tarafbozlab qolamiz ba'zi chog'da. Yoki o'zimning juftlik ekan deb tarafbozlab qolamiz. Yoki tuqqinimda deb tarafbozlik qilib qolamiz. Yoki bir do'stini cho'ngroq qilib qolg'achqa tarafbozlik qilib qolamiz. Yoki bir manfaatli bilan tarafbozlab qolamiz. Ammo bu tarafbozligimiz Allohning mezoniga to'g'ri kelmaydi. Alloh rizosi uchun emas. Unda bo'lgandan shu tarafbozlikninki natijasidan hosil bo'lgan bir hamiya. Ya'ni to'g'ri maydonda turolmaganlikdan, to'g'ri mezonni tanlayolmaganlikdan kelib chiqqan bir natijaga berilgan bir jazo. Bu narun hamiya. Şu hamiyetinden yani İslami bo'lmagan, Alloh rizosi uchun bo'lmagan tarafbozlikninki ma'nisiga kelgan hamiyetinden bu hamiya o'xshash ko'ktinkidir. Şunda bir kızıtılgan bir azap. Bu azapның mahiyetini sen ne bilipti? Bunu bilemeysen, şunun için hazırki seni qo'rqitayotgan, yuragingni titratayotgan Abu Jahillar, hazırki yuragingni titratayotgan Xitoylar, yuragingni titratmas, uni hech nima qilolmaydi. Ma azapning oldida u hech narsa emas. Qariyaning oldida hazırki zolimlarning azobi, bu azab oqibati hech narsa emas. Qariya bo'lgan chog'da mushundaq pesha, mushundaq qildi. Shuning uchun hazırqilarningki bu tahdidi, bu azab oqibati o'zir bo'lmaydi. Şunun için yürgünü qo'rqitadigan ish bo'lsa, yürgünü qat qildiradigan ish bo'lsa, ma'ni yodimga keltirib qo'y. Yürgünü qatildiridigan narsa qariya bo'lishi lozim. Abu Jahl bo'lmasligi lozim, Quraysh kafirlar bo'lmasligi lozim, Xitoy kafirlar bo'lmasligi lozim. Mezonlarni to'g'ri oldi. Har narsaning mezoni bor. Shuning uchun bu mezonning ko'p shaklda kelishning sababi shu. Halbuki bizning kallamızda Turoz mezonninki ikki pelliki var. Bir pellikide günah, bir pellikide savab tatıldı deymiz bu. Hem de adli hukm bilen hem de asan tushundirish uchun ifodalangan bir narsa. Ammo amaliyotda bu mezonlar yolg'iz ikki emas. Nurg'u. Namozni tatadigan mezon boshqa, zakotni tatadigan mezon boshqa. Buning uchun 100%lik ixlosliklarning namozini tatadigan mezon boshqa, 50%lik ixlosliklarning namozini tatadigan boshqa, riyo qilganlarning namozini tatadigan. Buning uchun bu mezonlarning darajasi o'xshamaydi. Türleri o'xshamaydi, shunday bo'lg'achqa ko'plik bendisi. Buning uchun payg'ambarlikning 3-yilda nozil bo'lgan bu oyat ne hozirgi bizningki ahvolimizga to'g'ri keladi. Masalan biz Uyg'urlar
diniy jihatdan yo'qolib ketib boramiz, dunyo va oxiratligimiz berbat bo'lib ketib bordi. Diniy nuqtadan biroz o'yinni desak, Xitoy turmuq uslab qo'ydi, o'ltirib yetdi, Xitoy suiqasd qildi, qo'rqib to'xtab qolamiz. Vatan Xitoyning qo'lida qolib qoldi. Shuning uchun biroz bir xizmat qilsak bo'ldi, Xitoydan qo'rqamiz. Millatimiz balki ezilib ketib bordi. Shu musulmon millatda shu musulmon millatimizni kafir qilib yetib bordi Xitoy. Bu bizning xalqimiz ma Xitoydan keyindan ketib qolsa, dunyoda rezil bo'lgandek, oxiratda jahannamda qolib ketadi. Va xalqimiz uchun kichikina ogohlantirish berib, bir xizmat qilaylik desak, yana shu Xitoydan qo'rqib, yana shu Xitoy buni qildi, Xitoy buni qildi. Turmuq silab qo'ydi, o'ltirib qo'ydi, suiqasd qildi, shuning yana to'xtab qolamiz. Shuning uchun Alloh deydi-ki, sen bu ishni to'xtab qolganingdan oldingi qariya bo'lgan chog'da sen hozir havoyi havasingning keyniga voz ketsang, Allohning mezonlari bo'yicha ma'may. Havoyi havasingning keyniga voz ketsang, avvalgi vaqtda ana haviya bo'ladi, joying hamiya bo'ladi. Fa ummuhu haviya, ana haviya bo'ladi, qarorgohing narun hamiya bo'ladi. Shuning uchun tanlash bilan yuzamda tanlashni bizga beradi. Shuning uchun Xitoyning ishimizni davomli urib, ko'tar qo'lingni, menga qo'l qilindan, menda ish bilan qo'l qilindan deb tutib menish xatarlikmi yoki oxiratdagi abadiy baxt saodatimizni qo'ldan berish, abadiy badbaxt bo'lib ketish o xatarlikmi? Buni o'ylanib yo'limizni, mezonimizni to'g'rilashimiz lazım. Bu oyatning bizga bergan masaji سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين